Hammaga xayrli kun. Har bir ayol har kuni oshxonasida qiladigan ish bu taom tayyorlagandan keyin yoki taom tayyorlashdan oldin shunaqa oshxonani chirklardan tozalash bo'lsa kerak. Bilimsizdan har kuni yengil artib qo'yilsa ham oshxonada chirik yig'ilmaydi. Shuning uchun iloji boricha har kuni vlajniy уборка qilib turishga harakat qilaman. Buning uchun shunchaki oddiy idish yuvish gelidan foydalanaman. Yaxshilab ko'pirtirib, hamma ustki qismlarni artib, keyin delfinlattada yaxshilab artib chiqaman. Men uchun odamzod o'ylab topishi mumkin bo'lgan eng zo'r narsa bu delfinlatta deb o'ylayman. Hamma yoq tozalab olgandan keyin mayda-chuyda narsalar yoyilib yotishini rosa yomon ko'raman. Shuning uchun o'zimdan o'zimga shunaqa yordamchilar zakaz qildim. Birinchi o'rinda qoshiqlarni stolga qo'yib qo'yish uchun shunaqa qoshiqlar uchun konteyner, qoshiqlar uchun podstavka, undan tashqari narsalarni saqlash uchun konteyner, unda nafaqat don-dunli narsalarni, unda ochilmagan yorma shakarlarni saqlash uchun xarid qildim va uchinchi narsam bu shunaqa yorma narsalarni saqlash uchun konteyner. O'zi bunaqa konteynerim bor edi, lekin bilasizlar, oshxonada konteyner qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, chunki yormalarni ham hali ko'p. Aynan shuning uchun shunaqa ixchamgina 1,5 litrlik yormalar uchun maxsus konteyner zakaz qildim. Boyagi yoyilib yotgan holdan ko'ra shunaqa yordamchilar bilan oshxonani toza saqlash ancha osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Kimga shunaqa konteynerlar kerak bo'lsa, o'zimdan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu mahsulotlarning artikulini opisaniyada yozib qoldiraman.